Okaga pul bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jigar. 1 minutga maylimi sizda? 1 minutga. 1 dan 100 gacha yoqtirgan soningiz. Va alaykum assalom. Voy, uzr ko'risha olmadim. Yaxshi, 1 dan 100 gacha yoqtirgan soningiz? 50 bo'lsa. 50-chi bir sizga oling, xolagan talabingizdan saning. Qani ketdi? Do'stlar, qaranglar, hozir homiylarimizga podpiska bosgan bo'lsalar, ushbu 20 million, oxirgi 10 ta videomiz faqat 3 ta donasiga like bosgan bo'lsalar, $100 beramiz. Telegram va istoriyamiz uchun 500 ming so'mdan beramiz, do'stlar. Kimga hozir bizda aksiyaga to'ta живой obunachi kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir bizda живой o'zbek obunachilarni 10 mingtasini attiga 250 ming so'mga o'tkazib beramiz. Sentyabrgacha shu aksiyamiz, sentyabrda narxlar ko'tariladi. Shuning uchun ulgurib olinglar. 50 gap bo'lishi mumkin. 20 ming so'm pul yo'q, yo'qmi? Qarayman sizga. Yana 20 million beraman agar Temur Murat homiylariga podpiska bosgan bo'lsangiz yoki oxirgi 10 ta videomizdan 3 tasiga like bosgan bo'lsangiz $100 beramiz. Undan tashqari yana yutuqlarimiz bor. Istoriya va Telegram kanallarimiz uchun 500 ming so'mdan tekshirsak bo'ladimi? Tekshiramiz. Temur gap yo'q mana. O, podpiska bosgan. Agar qarang, agar siz men podpiska bosgan homiylarimga podpiska bosgan bo'lsa, shu 20 million demoqchi edi. Voy, qarang, bosmagan ekan. Ozginasiga bosgansiz. Bilasizlar, bizda homiylar tez-tez o'zgarib turadi. O'shaning uchun pul yutug'imizda ham katta. Shuning uchun tekshirib, doimiy ravishda podpiska bo'lib yuring. Agar oxirgi 10 ta videomizda hatto 3 ta donasiga like bosgan bo'lsangiz, sizda $100 pul yutug'i bo'ladi. 1 2 3 4 5 ikkita yutuq. Agar yana bitta like, voy, gap $100 pul yutug'ingiz bor. Gap bo'lishiga 4 ta like bor, o'sha gap bo'lishiga ko'p. Qarang, istoriyamizni ko'rmagan ekansiz. Istoriyamizni ko'rganingizda 500 ming so'm berardi $100 orasi. Agar Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Telegram kanalimiz uchun ham yana 500 ming so'm beramiz. Qani, voy, Telegram kanalimiz polivon podpiska bosilgan. Gap bizani qanchadan berib kuzatasiz? 1 yilcha bo'lib qoldi aka. Joningiz sog' bo'lsin, pul yutug'i uchun tabriklayman. Bu sizga va 500 ming so'm pul yutug'ini sanab beramiz. Sizga 500 ming pul yutug'i. Joningiz o'yinimiz qara. Haqqoniymikan? Shartlarni bajarish kerak ekan. Joningiz sog' bo'lsa, charchamang.